Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushunarli qilib ochib beraman. 1 iyuldan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiqlagan gap nimani anglatadi, kimga tegishli, kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-onamiz, buyimiz, bobamiz yoki pensiya yoshiga yaqin inson bor. Eng xavflisi shuki, ko'pchilik bu xabarni yarim eshitib, noto'g'ri tushunib, keyin hujjat topshirishda, pul olishda yoki xizmatdan foydalanishda muammoga duch keladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men sizga masalani mutaxassis sifatida oddiy odam tushunadigan tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Avvalo men eng asosiy narsani aniq aytib qo'yaman. 6 yoshdan oshgan pensionerlarning pensiyasi to'xtatiladi. Ularga umuman xizmat ko'rsatilmaydi yoki ular davlat idoralariga bora olmaydi degan gap noto'g'ri talqin bo'lishi mumkin. Odatda bunday taqiq degan so'z odamni qo'rqitadi. Lekin amalda gap ko'pincha biror jarayonni eski usulda bajarishni cheklash, hujjatsiz harakat qilishni to'xtatish yoki ayrim xizmatlardan foydalanishda qo'shimcha tekshiruv joriy etish haqida bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p pensionerlar ayrim ishlarni odat bo'yicha bajarib kelgan. Masalan, pensiya kartasini o'g'li, qizi yoki nabirasiga berib qo'ygan, bankomatdan pulni o'sha odam olib kelgan, yoki pensionerning nomidan boshqa odam borib ariza yozgan, telefon raqamini o'zgartirgan, hisob raqamini almashtirgan, kommunal imtiyoz bo'yicha hujjat topshirgan. Ba'zi joylarda bunga ko'z yumilgan. Bu odamning bolasi-ku, hamma taniydi-ku, otaxon yurishi qiyin, o'g'li hal qilib beradi deb ish bitirilgan. Endi nima o'zgardi? 1 iyuldan boshlab ko'plab rasmiy jarayonlarda shaxsni aniq tasdiqlash, pensionerning o'z roziligini ko'rish, ishonchnoma bo'lsa uni tekshirish, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlardan foydalanishda ehtiyotkorlik kuchayishi mumkin. Buning sababi oddiy. So'nggi yillarda pensionerlar nomidan noqonuniy kredit olish, kartadagi pulni yechib olish, telefon raqamini almashtirib, SMS kodlarni qo'lga kiritish, imtiyozli to'lovlarni boshqa odam o'zlashtirib yuborish kabi holatlar ko'paygan. Davlat va banklar shuning oldini olish uchun tartibni qattiqlashtiradi. Demak, bu yerda gap pensionerga qarshi taqiq haqida emas. Pensioner nomidan boshqalar tomonidan nazoratsiz harakat qilishga qo'yiladigan cheklov haqida bo'lishi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman, chunki katta yoshdagi insonlar ko'pincha sarlavhani ko'rib qo'rqib qoladi. Endi menga pensiya bermas ekanmi? Endi bankka kirsam xizmat qilmaydimi? Endi bolam pulimni olib bera olmaydimi? Yo'q, masala bunday qo'pol emas. Lekin qoidani bilmasangiz, navbatda turganingizda hujjatingiz yetmay qolishi, arizangiz qaytishi yoki pul olish jarayoni cho'zilishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini aytaman. Agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz va pensiyangiz bank kartasiga tushsa, bu mavzu sizga tegishli. Agar sizning pensiya kartangizni doimiy ravishda farzandingiz, qarindoshingiz yoki qo'shningiz ishlatsa, bu mavzu sizga yanada ko'proq tegishli. Agar siz yura olmaydigan kasal nogironligi bor, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan yoki bank va davlat idoralariga borishi qiyin pensionerga yordam berayotgan bo'lsangiz, siz ham bu tartibni bilishingiz shart. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 6-7 yoshli otaxonning pensiyasi har oy 1 million 800 ming so'm deylik. U kishi kartasini nabirasiga berib qo'ygan. Nabira har oy pulni yechib uyga olib keladi. Oldin muammo bo'lmagan. Lekin bir kuni karta yo'qoladi yoki bank kartasi bloklanadi. Nabira bankka borib, bobomning kartasini ochib bering desa, bank xodimi undan shaxsni tasdiqlovchi hujjat va qonuniy vakolat so'rashi mumkin. Men nabirasiman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Chunki bank pul egasi pensioner ekanini, u rostdan ham roziligini berganini bilishi kerak. Bu pensionerni himoya qilish uchun qilinadi. Yana bir misol. 62 yoshli ayolning pensiyasi 1 million 400 ming so'm. U kishining telefoni eski, SMS kelmaydi, bank ilovasini ishlatmaydi. Qizi kelib, onasining nomidagi telefon raqamini o'z raqamiga o'zgartirmoqchi bo'ladi. Oldin ba'zi joylarda bu osonroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi esa onangizning o'zi kelsin yoki notarial ishonchnoma bo'lsin deyilishi ehtimoli yuqori. Nega? Chunki telefon raqam bank kartasi, SMS kod, davlat xizmatlari, elektron arizalar bilan bog'liq. Telefon raqamni kim nazorat qilsa, ko'p hollarda pul va hujjat ustidan ham nazoratga ega bo'ladi. Shuning uchun bu masalada ehtiyotkorlik kuchayadi.
Uchinchi misol. Qashqadaryoda yashovchi yetim yoshli pensioner boboning nomidan mikroqarz rasmiylashtirilgan. Boboning o'zi buni bilmagan. Pasport ma'lumotlari va telefon raqami qarindoshining qo'lida bo'lgan. Keyin qarz to'lanmagach, boboga xabar kelgan. Ana shunday holatlar bo'lmasligi uchun yoshi katta insonlarning shaxsiy ma'lumotlari bilan bog'liq amaliyotlarda qo'shimcha tekshiruvlar joriy qilinadi. Bu tekshiruv odamni qiynash uchun emas, balki uning nomidan begona odam qarz olmasligi, kartasidagi pulni yechmasligi, imtiyozini o'zlashtirmasligi uchun kerak. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni o'zingiz olsangiz, kartangiz o'zingiz bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda ishlasa, pasportingiz yoki ID kartangiz tartibli bo'lsa, siz uchun katta muammo bo'lmaydi. Siz faqat yangi talablarni bilib qo'ysangiz kifoya. Bankka borganingizda shaxsingizni tasdiqlaysiz. Zarur bo'lsa ariza yozasiz, xizmatdan foydalanasiz. Davlat idorasiga borsangiz, hujjatlaringizni ko'rsatasiz, masala hal bo'ladi. Lekin mening bolam hammasini qilib beradi deb hech qanday ishonchnomasiz, hech qanday yozma ruxsatsiz barcha ishni boshqa odamga topshirib qo'ygan pensionerlar ehtiyot bo'lish kerak. Men bu yerda farzandlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangizga yordam berishingiz yaxshi. Lekin yordam qonuniy bo'lishi kerak. Bugun siz chin dildan yordam berayotgan bo'lishingiz mumkin, ammo tizim sizning niyatingizni bilmaydi. Tizim hujjatga qaraydi. Shuning uchun men o'g'liman, men qiziman, men keliniman, men 20 yildan beri qarayman degan gaplar ayrim rasmiy joylarda yetarli bo'lmay qoladi. Bu o'zgarishning yana bir sababi bor. Pensionerlarning moliyaviy savodxonligi hamma joyda bir xil emas. Katta yoshdagi odamlar ko'pincha SMS kod nima ekanini bilmaydi. Telefoningizga kelgan raqamni ayting deyishsa, aytib yuboradi. Kartangizni tekshirib beramiz deysa, karta raqamini beradi. Pensiyangiz ko'payadi. Ariza yozamiz deyishsa, pasport rasmini jo'natadi. Shundan keyin firibgarlar ularning nomidan turli amallar qiladi. Yangi cheklovlar ana shu xavfni kamaytirishga xizmat qiladi. Endi men juda muhim istisnolarni tushuntiraman. Har bir pensioner ham shaxsan borib ishini bitira olmaydi. Kimdir yotoqda yotgan bo'ladi. Kimdir nogironligi sababli harakatlana olmaydi. Kimdir uzoq qishloqda yashaydi. Kimdir kasalxonada davolanayotgan bo'ladi. Bunday vaziyatlarda qonuniy yo'l bor. Ishonchnoma, vakillik, uyga chaqirish xizmati yoki mahalla orqali yordam olish. Masalan, pensioner bankka bora olmaydi. Bunda farzandi bankka borib, onam yura olmaydi. Qanday tartibda xizmat ko'rsatasiz deb so'rash kerak. Banklar ayrim holatlarda sayyor xizmat, video tasdiqlash, notarial ishonchnoma yoki boshqa rasmiy mexanizmlarni taklif qilishi mumkin. Eng muhimi buni oldindan aniqlang. Oxirgi kuni pul kerak bo'lib turganda borsangiz, hujjat yetmaydi degan javob asabingizni buzadi. Ishonchnoma masalasiga alohida to'xtalaman. Ishonchnoma bu shunchaki qog'oz emas. Unda aniq yozilishi kerak. Vakil kim? Pensioner kim? Vakil aynan qaysi ishlarni bajarishi mumkin? Masalan, faqat pensiya pulini olishga ruxsatmi? Bank kartasini qayta chiqarishga ruxsatmi? Hisob raqam ochishga ruxsatmi? Davlat xizmatlarida ariza topshirishga ruxsatmi? Agar ishonchnomada umumiy gaplar yozilgan bo'lsa, ayrim tashkilotlar uni yetarli deb qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun notariusga borganingizda menga hamma narsaga kerak demang. Qaysi tashkilot, qaysi amal, qaysi muddat uchun kerakligini aniq ayting. Yana bir nozik jihat, pensionerning kartasi boshqa odam qo'lida bo'lsa, bu oilada muammo bo'lmasligi mumkin, lekin qonuniy jihatdan xavfli. Karta egasi pensioner. PIN kodni boshqaga berish tavsiya etilmaydi. Agar pul yo'qolsa, bank PIN kodni o'zingiz bergansiz deb javob berishi mumkin. Shuning uchun men maslahat beraman. Agar ota-onangizning pulini siz olib berayotgan bo'lsangiz, kamida ular bilan ochiq hisob kitob qiling. Har oy qancha tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi, hammasini yozib boring. Bu nafaqat qonuniy, balki oilaviy ishonch uchun ham foydali. Yana bir vaziyat. Ba'zi pensionerlar pensiyani plastik kartada emas, naqd shaklda olishni xohlaydi. Bu yerda ham tartibni hududingizdagi pensiya jamg'armasi yoki bankdan aniqlash kerak. Chunki ayrim to'lovlar faqat bank orqali, ayrim xizmatlar esa ariza asosida amalga oshiriladi. Qo'shnim shunday qildi, men ham shunday qilaman degan yondashuv noto'g'ri. Har bir odamning holati boshqa. Yashash joyi, sog'ligi, hujjati, bankdagi hisob raqami, imtiyoz turi farq qiladi. Men yana bir ko'p uchraydigan xatoni aytaman. Pensioner vafot etgandan keyin ham kartadan pul yechib olish.
Bazı oilalarda bu pul baribir bobomniki edi, dafn xarajatiga ishlatdik deyishadi. İnsoniy tomondan tushunarli bo'lishi mumkin, lekin rasmiy tomondan bu jiddiy muammo tug'diradi. Vafot holati qayd etilgandan keyin ortiqcha tushgan pensiya qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda yashirmasdan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Qanday to'lov qolgan, qanday hujjat kerak, meros yoki dafn puli masalasi qanday hal bo'ladi, bularni rasmiy yo'l bilan aniqlash lozim. Yana bir noaniq masala 60 yosh chegarasi. Erkaklar va ayollar pensiya yoshi, imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi kabi turli toifalar bor. Shuning uchun 60 yoshdan oshganlarning hammasiga bir xil taqiq deb tushunish xato. Ayol kishi 60 yoshdan oshgan bo'lishi mumkin. Erkak kishi 60 yoshda endi pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Boshqa birov esa nogironlik pensiyasini yoshidan qat'iy nazar olayotgan bo'lishi mumkin. Tartib aynan qaysi xizmatga tegishli ekaniga qarab farq qiladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy ketma-ketlikda tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti amal qilayotgan bo'lishi kerak. Agar hujjat muddati tugagan, yaroqsiz holga kelgan, ma'lumotlarda xato bor yoki yashash manzili eski bo'lsa, buni kechiktirmang. Davlat xizmatlari markaziga yoki ichki ishlar bo'limining tegishli xizmatiga murojaat qilib, hujjat tartibga keltiring. Chunki ko'p muammo aynan shaxsni tasdiqlovchi hujjatdagi kamchilikdan boshlanadi. Ikkinchi qadam, telefon raqamini aniqlang. Pensionerning bank kartasi va davlat xizmatlari qaysi telefon raqamiga ulanganini biling. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, xavf tug'ilishi mumkin. Masalan, SIM karta yo'qolsa yoki egasi almashtirsa, SMS kodlar boshqa odam qo'liga o'tadi. Eng yaxshi yo'l pensioner ishlatadigan raqamni qonuniy tarzda uning nomiga rasmiylashtirish yoki bankda aloqa raqamini to'g'ri ko'rsatishdir. Uchinchi qadam, bank kartasini tartibga soling. Karta muddati qachon tugashini ko'ring. PIN kodni hech kimga aytmang. Agar pensioner kartadan mustaqil foydalana olmasa, bankdan qonuniy yordam tartibini so'rang. Men onamning kartasini ishlatib yuribman deb yillar davomida yurish mumkin. Lekin bir kuni karta bloklansa, muammo kattalashadi. Oldindan ishonchnoma rasmiylashtirish yoki bank taklif qilgan qonuniy usuldan foydalanish to'g'riroq bo'ladi. 4-qadam, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarni tekshiring. Yashash manzili, bank hisob raqami, telefon raqami, oilaviy holat, imtiyozlar bo'yicha ma'lumotlar to'g'rimi? Shuni aniqlang. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar imkon bo'lsa, oldindan telefon qilib, qaysi hujjatlar kerakligini so'rang. Odatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, ariza va ayrim holatlarda tibbiy yoki notarial hujjatlar talab qilinishi mumkin. 5-qadam, ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring. Agar pensionerning o'rniga farzandi yoki boshqa qarindoshi ish yuritadigan bo'lsa, notariusga boring. Ishonchnomada aniq vakolatlarni yozdiring. Masalan, bankda pensiya kartasini qayta chiqarish, pensiya to'lovlarini olish, pensiya jammasi ariza topshirish, davlat xizmatlari markazidan ma'lumotnoma olish kabi vazifalar ko'rsatilsa. Keyin tashkilotlarda tushunmovchilik kamroq bo'ladi. Muddatini ham unutmang. Ishonchnoma muddati tugasa, u kuchini yo'qotadi. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kodini aytmang. Hech kimga kartaning orqa tomonidagi raqamlarni bermang. Pensiyangiz o'shibdi, kodni ayting. Iyuldan ro'yxatdan o'tmasangiz pensiya to'xtaydi. Tezda ariza topshiring, men yordam beraman degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Rasmiy idoralar odatda sizdan telefon orqali karta kodi yoki SMS parol so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, qo'ng'iroqni uzing va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz telefon qiling. 7-qadam, oilada mas'ul odamni belgilang. Agar otaxon yoki onaxon yoshi katta bo'lsa, bir nechta farzand alohida aralashsa, chalkashlik bo'ladi. Biri bankka boradi, biri pensiya bo'limiga telefon qiladi, biri kartani olib yuradi. Natijada hujjat yo'qoladi yoki ma'lumotlar aralashadi. Oilada bitta mas'ul inson bo'lsin, lekin hamma xarajat va harakat ochiq bo'lsin. Bu pensionerning huquqini ham, farzandlar o'rtasidagi ishonchni ham himoya qiladi. 8-qadam, hamma hujjatdan nusxa olib qo'ying. ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar tartibli papkada tursin.
Lekin bu hujjatlarni begonalarga yubormang. Telegram orqali har kimga pasport rasmini tashlayverish ham xavfli. Hujjat kerak bo'lsa, faqat rasmiy tashkilotga va zarur holatda taqdim eting. 9-qadam. Agar sizga xizmat ko'rsatishni rad etilsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Tinch va madaniyatli tarzda yozma asos so'rang. Qaysi hujjat yetmayapti? Qaysi tartibga ko'ra rad etyapsiz? Qanday hujjat olib kelsam masala hal bo'ladi deb so'rang. Ko'pincha odamlar jahli chiqib ketadi, lekin aniq savol bersangiz yechim tezroq topiladi. Agar haqiqatan ham noqonuniy rad javobi bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki ishonch telefoniga murojaat qilish mumkin. 10-qadam. Yangilikni faqat rasmiy manbadan tekshiring. Internetdagi sarlavha, Telegramdagi audio xabar, tanish bilishning gapi yetarli emas. Rasmiy vazirlik, pensiya jamg'armasi, bank, davlat xizmatlari markazi yoki hukumat portallarida berilgan ma'lumotlarga tayaning. Men har doim shuni maslahat beraman. Biror xabar sizni qo'rqitsa, darhol qaror qilmang. Avval rasmiy manbani tekshiring, keyin hujjat tayyorlang. Agar bu tartiblar to'g'ri tushunilsa, pensionerlar uchun foydasi ko'p. Birinchidan, ularning puli xavfsizroq bo'ladi. Ikkinchidan, nomidan qarz olinishi yoki hujjat rasmiylashtirilishi qiyinlashadi. Uchinchidan, farzandlar ham qonun yo'l bilan ko'rdan beradi, keyinchalik nima uchun bunday qilding degan tortishuvlar kamayadi. To'rtinchidan, davlat idoralari pensionerning haqiqiy roziligini ko'rishga intiladi. Lekin tayyorgarlik bo'lmasa, salbiy oqibatlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner bankka bora olmaydi. Ishonchnoma yo'q, karta bloklangan, telefon raqami ishlamaydi. Natijada pensiya pulini olish bir necha kunga yoki haftaga cho'zilishi mumkin. Yoki imtiyoz uchun ariza topshirish muddati o'tib ketadi. Shuning uchun men bugun sizga vahima emas, tayyorgarlik kerakligini aytyapman. Men yana bir bor ta'kidlayman. 1 iyuldan keyin eng muhim narsa pensionerning shaxsiy roziligi, hujjatlarning to'g'riligi va vakilning qonuniyligi bo'ladi. Kimning hujjati joyida bo'lsa, kim bank va pensiya ma'lumotlarini tartibga solgan bo'lsa, kim ishonmani oldindan tayyorlagan bo'lsa, u odam katta muammoga duch kelmaydi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 60 yoshdan oshgan pensionerlarga oid yangi cheklov yoki taqiq deganda, avvalo pensionerlarning huquqi va pulini himoya qilishga qaratilgan tartiblarni tushunish kerak. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas. Bu hamma ishlar yopiladi degan ham emas. Lekin eski odat bilan hujjatsiz og'zaki kelishuv bilan ish bitirish tobora qiyinlashadi. Shuning uchun men sizdan iltimos qilaman. Ota-onangizning hujjatlarini bugunoq tekshiring. Bank kartasi va telefon raqami kimning nomida ekanini aniqlang. Zarur bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtiring. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang va har bir yangilikni rasmiy manbadan tekshiring. Agar sizning oilangizda 60 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Sizlarda pensiya kartasini pensionerning o'zi ishlatadimi yoki farzandlari yordam beradimi? Qaysi masalada eng ko'p qiyinchilik bo'lyapti? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi pensioner bo'lgan yaqinlaringizga albatta yuboring.